Telegramda barcha arzon nakrutka qizdirish bilan ovora va biz arzon nakrutka bazasini topdik va buni video qilib chiqarmoqdaman. Albatta, nakrutka juda ham ko'pchilikka hozirda kerak, chunki sonlar ko'proq bo'lib turgani hozirda e'tiborni tortyapti. Agarda kanalingizda obunachilar soni kam bo'ladigan bo'lsa, obunachilar qo'shilishi ham juda ham kamayib ketgan. Shuning uchun aynan nakrutka, sifatli bo'lgan arzon nakrutka topish hozir eng qiyin, eng dolzarb narsalardan hisoblanadi. Telegram botlar bor, Telegramda qo'lda sotadigan odamlar bor. Bu juda ham qimmat va men sizlarga eng arzon, o'zini shaxsiy bazasiga ega bo'lgan birinchi qo'l saytini topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'ring. Shuning uchun agarda video mavzusi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like bosing va menga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Siz bilan har doimdek Sendoriz va biz boshladik. Xullas, saytimiz smmya.com. Bu o'zbeklarning sayti, o'zimizning bolalarning sayti. Ko'pchilik chet el saytlaridan qo'shtiradi va chet el saytlarida ikkinchi, uchinchi qo'llardan olganning hisobiga bu juda ham qimmat bo'ladi. Ya'ni chet elda narxlar qimmat, tak. O'zimiznikilar bo'lsa, smmya.com sayti egalari bo'lsa, aynan o'zimizga moslagan holatda ajoyib narxlarda, ajoyib sifat bilan, ajoyib o'zini bazasini qo'shib qo'ygan. Ajoyib, juda ham ko'p aytdim. Xullas, gapni cho'zib o'tirmaymiz. Siz bilan saytni ko'rib chiqamiz. Sayt havolasi har doimdek video opisiyaniyasida qoldiriladi. Bemalol kirib foydalanib ko'rishingiz mumkin. Biz esa boshladik. Xo'p, doimgidek birinchi qiladigan ishimiz o'zimizga kerakli brauzerni ochamiz va qidiruv bo'limiga smmya.com deb yozamiz. Sayt havolasi har doimdek video ostida yozib qoldirib ketiladi. Saytga kiramiz. Saytdan sizlar ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish videosini opisaniyada qoldiraman. Bu yerda men saytdan ro'yxatga o'tdim. Saytning interfeysi mana shunaqa. Balansimda pulam bor va bizaga birinchi o'rinda narxlar qiziq. Narxlarni tanishish uchun yangi buyurtma bo'limiga kiramiz va bu yerdan kategoriyalarni ko'rib olishingiz mumkin. Telegram o'zbek xizmatlari kategoriyasi mana bu yerda narxlar 50 sentdan boshlangan, ko'rishingiz mumkin. $1 90 kunlik o'zbek obunachilar. Juda ham zo'r natija, juda ham arzon bu narsa. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Premium obunachilarning 3 ta serveri bor. Birinchisi bu $24 bir oylik bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda 3-serverda $11 ga to'g'ri kelyapti. Xo'sh, siz o'zingizga yoqqanini, o'zingizga qulayini bemalol tanlab, o'zingizga mos narxlarda qo'shib olishingiz mumkin. Xo'p, bundan keyingisi Telegram obunachilar, umuman chiqib ketmaydigan obunachilar narxi 59 sentdan boshlanadi 30 kunga. Bu yerda siz 1 yillikni $1.56 ga bemalol qo'shib olishingiz mumkin. Keyingisiga o'tamiz. Bu yerda Telegram post ko'rishlar ham bor. Telegram post ko'rishlar narxi shunaqa ko'rishingiz mumkin. Juda ham tez bajariladi. Telegram botlar va Telegram obunachilar hammasi mana shu saytimizda bor va eng arzon narxlarda mana birma-bir ko'rib chiqyapmiz. Bu yerda boostlar ham bor, даже $35 bir kuniga va bir oyga esa $299 ni tashkil qiladi. Bu yerda 1000 ta boost narxi berilgan. Bu juda ham qulay va oson bo'lgan narxlardan biri. Telegram bot start ham ko'rishingiz mumkin. Aralashi 0.29 sent va mana bu yerda 0.60 sent. Bundan tashqari bot uchun shaxsiy baza bor, botga startga va agar kerak bo'ladigan bo'lsa reaksiyalar ham bor va so'rovnomalarga ovoz ham bor. Xullas, saytimizda Telegramga kerak bo'ladigan barcha narsalar juda ham arzon, juda ham qulay va eng zo'r narxlarda va hammasi iloji boricha tez bajarib beriladi. Hamma narsani bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, mana bu saytimizning ko'rinishi. Bu yerda boshqa bo'limlar mavjud. Barcha xizmatlarni xizmatlar bo'limi orqali tanishib chiqishingiz mumkin. Xullas, qisqa qilib aytganda, sayt interfeysi mana shunaqa. Xullas, saytda balansni to'ldirish o'zingizlar xohlagan usulda. Men uchun eng mazza qiladigan joyim bunda klik borligi. Klik yordamida to'ldirish juda ham oson, menga juda ham qulay. Shuning uchun aynan o'sha bot yordamida klik orqali to'ldirishni sizlarga ham tavsiya qilaman. Xo'p, saytga endi kirdik. Balansimizni to'ldirishimiz kerak deydigan bo'lsangiz, shunchaki mana bu 3 ta chiziqchani bosib, hisobni to'ldirish bo'limini ochgan holatda balansingizni oson klik bilan to'ldirib olishingiz mumkin. Buni qanaqa amalga oshiramiz? Hisobni to'ldirish bo'limini ochamiz, ustidan Uzcard Humo'ni tanlaymiz va mana bu yerda bizga bot beriladi. Aynan shu link orqali botga o'tamiz va Telegramda bizada bot ochiladi. Xo'p, Payment SMMya botga kiramiz va start bosib,
hisobni to'ldirish tugmasini bosamiz. Hisobni to'ldirish tugmasini bosganimizdan so'ng biz saytdagi foydalanuvchi nomimiz, ya'ni username'imizni kiritish kerak bo'ladi. Masalan, bu menda Sendoruz ro'yxatdan o'tayotganingizda yoki login qilayotganingizda ishlatadigan loginingiz, bu sizning saytdagi username'ingiz hisoblanadi. Kiritganimizdan so'ng bizada summani tanlash chiqadi. Mana shu tugmalardan foydalanib o'zimizga kerakli summani tanlaymiz. Minimal $1 hozir bu yerda. To'lov qilish tugmasini bosamiz. Aniq summa bilan tanishib chiqib, keyin esa mana bu klik tugmasini bosamiz. Klik tugmasini bosganimizda biz sirazi klik ilovasiga o'tib ketamiz. Agarda klik ilovamiz bo'lsa, agarda sizda klik bo'lmasa, klik ochib olishni maslahat beraman va o'zimizga kerakli kartani tanlagan holatda to'lash tugmasini bosamiz. Bu yerda hech qanaqa karta kiritish shart emas. Hammasi klik orqali 100% xavfsiz holatda amalga oshiriladi. To'lov amalga oshirilmoqda deb chiqqandan so'ng davom etishni bosib botga qaytamiz va sirazi botdan bizga xabar kelgan bo'ladi. Ya'ni balans to'ldirish haqidagi so'rovingiz amalga oshirildi degan. Ko'rib turganingizdek botdan bizga to'lovingiz tushdi degan xabar keldi. Endi bemalol saytdan foydalansak bo'ladi. Xo'p, hisobimizni to'ldirdik. Endi esa yana yangi buyurtma bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan biz sinab ko'rmoqchi bo'lgan narsa bu o'zbek xizmatlaridan o'zbek obunachilari 30 kunligi atiga 50 sentga havola joyiga bizani o'zimizni kanalning havolasini joylashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Telegramga o'tamiz va kanalimiz havolasini olamiz. Kanalimiz profiliga kirganimizda mana bunday havolani ustiga bosib nusxalaymiz va saytga qaytgan holatda havola joyiga aynan shuni paste, ya'ni qo'yib olamiz. Miqdor bizga hozircha 1K yetadi va yuborish tugmasini bosamiz. Bu yerda ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana bu tavsif bilan tanishib chiqish juda ham muhim. Aynan ko'p joylarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Va yuborish tugmasini bosganimizdan so'ng bizda mana bu buyurtmamiz qabul qilindi deyiladi. Xo'p, bizda obunachilarimiz soni 13690 ta. Balansimizni to'ldirdik, buyurtma bo'limiga o'tdik, buyurtma berdik va biz natijani ko'rishimiz kerak. Natijani hozir sizlarga ko'rsataman. Xullas, screenshotda ko'rib turganingizdek, kanalimda obunachilar soni juda ham tez fursatda ko'paydi va bularning hammasi o'zbek baza. Ya'ni obunachilar mutlaqo o'zbek va kanalingizga hech qanday zarar yetkazmaydi va buning ustiga ustak eng arzon narxda o'zbek obunachilarni bunaqa narxda hech qayerda topmasak kerak. Xullas, bu narsani o'zingiz sinab ko'rishingiz kerak. Shunchaki pastdagi havola orqali yokida mana bu ekranda ko'rib turgan smya.com saytiga kirgan holatda bu narsani o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarimiz nimalar haqida bo'lsin? Sizlarga iloji boricha tez va oson tushuntirishga harakat qildim. Sizlar bilan har doimdek Sendoruz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha